Hoji aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasangiz tanib qo'ying. Ana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zipay sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zipay sotdi aka dedi. Bular g'o'zipayni puliga bitib ketdi Hoji aka dedi. Ana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zipay sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Ana o'rtada turgani kim desam, bu kamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini 2 bog' qilib bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Bunu ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, rosa pishiq bo'ladi dedi. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zipay sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatan ham turibdi endi bu boyvachcha endi qo'lda gugul cho'pib. Hay odamni puli ko'paysa kekirib ekan ey. Bu ham bir qilg'i bo'lsa kerak endi boylarga. Har zaman "Yo'q" deb qo'yapti. Ko'rdingmi kekirishini dedi. Bu oldin nafasi ichiga chuvilardi aka dedi.